Assalomu alaykum. Mana bugun biz juda ham xushnudmiz, juda ham xursandmiz. Chunki Manas Islandda juda katta merapariat, tadbir bo'ldi. Bu tadbirda Qirg'izistondan kelgan ulug' insonlar Qirg'iz teatridan Nurbek Talantbekov boshchiligida bizda kelib mana shu Manas madaniyat markazida juda katta bir yig'ilish o'tkazib, juda katta tadbir bo'ldi. Mana shu xalqimizni, butun Manas xalqini kayfiyati ko'tarilib, mana shu ikki el O'zbekiston, Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlash haqida juda chiroyli gaplarni, juda chiroyli ma'ruzalar qilib, juda chiroyli o'zlarini chiroyli gaplarini gapirib, juda ham xalqimizni xushnud qildi. Biz juda ham mana shu Nurbek Talantbekovdan va u kishining yonidagi boyagi aqindan va boshqalardan juda minnatdormiz va o'zimizni minnatdorchiligimizni mana shu O'zbekistonning xalqining nomidan, qolaversa butun mana shu prezidentimiz nomidan, Qirg'iziston prezidentiga, Qirg'iziston rahbariyatiga, teatrlar rahbariyatiga juda katta tashakkur, minnatdorchilik bildiramiz. Ayniqsa bugun mana shu Manas eposi haqidagi tushunchalarimiz, Manas eposi haqida bo'lgan narsalarni ta'sirotiga hali men o'zimga kela olmayapman. Shunaqangi bir qoyil maqom qildiki, hali bizda bunaqa Manas eposi kelmagan, biror marta ham kelmagan. Biz Manas eposi deganda boshqa narsa tushunib yurardik. Mana bugun Manas eposini haqiqiy eshitdik biz. Biz minnatdormiz. Haqiqatan ham bizni Qirg'iz elimiz mana shu kun Manas eposining nimaligini tushundi. Shuning uchun men yana bir bor minnatdorchilik, rahmat aytaman. Yana qaytib kelib, bizga mana shu Manas eposining san'atini O'zbekistonga kengroq yoysa, bizni xalqlarimizdan shuni o'rgatsa, juda ham yaxshi bo'ladi. O'ylaymanki, bu narsa bizni Qirg'iziston, O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik, qardoshlik rishtalarini mustahkamlashga juda katta ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylayman. Hammalaringizga katta rahmat. Bugun biz juda ham mana shu o'zimizning nomimizdan, Manas xalqi nomidan Qirg'iziston mamlakatining rahbariyatiga, teatr rahbarlariga, hammasiga rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.